Tirnoqlarni olgandan keyin hammamizga ma'lum soch olinadimi, tirnoqmi, soqolmi, mo'ylabmi, insonni qayeridan qaysi a'zosi kesiladigan bo'lsa, ko'mishga buyurilganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yerga ko'mishga buyurganlar. Hadis shariflarda shu narsa kelgan. Xususan Imom Ahmad ibn Umar, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan xuddi shu narsani rivoyat qilganlar. Ya'ni Payg'ambarimiz alayhissalom olingan tirnoqlarni, olingan sochlarni yerga ko'mishlikka buyurganlar. Xo'p, hozirgi kunda shart-sharoitdan kelib chiqib, poytaxt va boshqa katta shaharlar miqyosida, biz faqat O'zbekistonda olmaymizda, dunyo miqyosini oladigan bo'lsak, musulmonlar nima qilishadi? Ko'p qavatli imoratlarda yashayotganlar, masalan, sochlarini, tirnoqlarini, mayli boringani haftada bir marta oladigan bo'lsa, soqollarini yoki mo'ylablarini va hokazo ko'mishga imkoniyat yo'q. Nima qiladi desa, ular o'sha hozir bu yerda aytilgandek, o'sha oqova suvlarga qo'shib oqqizib yuborishlikka yoki ularga kelib chiqindilarni olib ketadiganlarga qo'shib shunaqadan berib yuborishlikka ruxsat beriladi, uzrli bo'lganligi sababli. Ammo viloyatlarda, qishloq joylarda, bemalol yerlarda yashayotganlar, yer shart-sharoiti bemalol bo'lganlar shu sunnatga amal qilishib, ular imkon darajasida ko'mishlari kerak. Bitta narsa bu yerda haligi sochni sotib bo'lmasligini avval ham aytgan edik. Ayol qizlarni ayniqsa shu o'sgan sochlarini kesganlaridan keyin ulardan parik yasash ma'nosida, ya'ni yasama, ulama soch yasash ma'nosida mutaxassislar o'sha sochlarni sotib olib, kelajakda haqiqiy tabiiy sochdan yasalgan ulama soch deb qimmatbaho qilib sotishadi. O'shanaqalarga ko'chalarda soch olamiz deb yurgan va hokazolarga, tadbirkorlarga soch sotilmaydi. Chunki insonning a'zosi o'zi kabi mukarram, Alloh taolo laqad karramna bani adama degan inson zotini, odam bolalarini biz mukarram qilib qo'ydik degan. Odam bolasi mukarrammi? Uning har bir a'zosi mukarram. Unda olingan tirnoq ham mukarram, olingan soch ham mukarram. Kerak bo'lsa o'sha olib tashlangan mo'ylobi ham, soqoli ham mukarram baribir. Ularni birovga sotmaslik kerak. Inson a'zosi sotilmaydi, bu shar'an mumkin emas. Kim shundan tirikchilik qilayotgan bo'lsa, demak shariatda man etilgan tirikchilikni ushlagan bo'ladi. Undan yeyotgan luqmasi, Alloh asrasin, qattiq yomon bo'ladi. Demak, uzrli bo'lsa tashash mumkin. Yerga ko'mish imkoniyati yo'q bo'lsa tashlab yuborishlik mumkin.